Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerika ovozining 9 fevraldagi xabariga qaraganda, axborot magnati xabarlari shirkati bir qism xizmatchilar va jurnalistlarning elektron xat va hujjatlariga qilingan tor hujumini tekshirib o'tibdi. Juma kuni Nyu-Yorkdagi xabarlar shirkati Wall Coast gazeti Nyu-York pochtasini o'z ichiga olgan o'rinlarning xizmatchilariga ichki elektron xat avatib, buning izchil turdagi davlat hujum harakatining nishoni ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Xabarlar shirkatining aytishicha, hujumni bayqagan hamon qonun ijrochilariga xabar qilgan va tor bexatarlik shirkati maddiyatning yordamida tekshirishni boshlagan. Tor hujumi News Corp'ning bosh shtabi, shundaqla uning xabar texnika mulozimati Dow Jones, Angliya xabarlari va Nyu-York pochtasi sodasining cheklik sondagi elektron xat sanduqi hisobi va hujjatlariga qilingan. Maddiyatning muavin prezidenti Dave Wong Amerika ovoziga yo'llagan elektron xatida bu faoliyatning orqasidagi kishilarning Xitoy bilan yaqin munosabati borligini, ularning josuslik faoliyati bilan shug'ullanib, Xitoyning manfaatiga naf yetkazish uchun axborot yig'ishi mumkinligini yozdi. Wongning gumoni kishilik huquq tashkilotlarining gumonini qo'zg'adi. Ularmi tor hujumiga ko'p duch kelgan bo'lib, ularmi buni qilgan chet el hukumatining Xitoy hukumati ekanligiga ishonadi. O'ziga qilchimi to'pchan qo'ndirmaydigan Xitoy bu ishni ustunlik qilgan. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyu Xitoyning tor bexatarligini qat'iy qo'llaydiganligini, uzundan buyon tor o'g'irlash va hujumning asosli qurboni bo'lib kelganligini, Xitoyning har xil shakldagi tor hujumiga qat'iy qarshi turadiganligini aytdi. Amerika ovozi bu haqda bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandini ziyorat qildi. U Sharq Turkiston surgundi hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining tor betiga yaqinqi bir necha hafta ichida bo'libmi, Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasi boshlangandan buyon tor hujumida og'ir eshish ko'rilganligini, 24 soatda o'ttiri hisob bilan 15 milliondan ortiq hujum qilganligini, bu hujumning orqasida Xitoyning borligini aytdi. Sky xabarlarining 9 fevraldagi xabariga qaraganda, Xitoy chet eldagi Uyg'urlar va tanqidchilarni nishonlab, davlatlarga ularni tutqun qilish, shundaqla chegaradan chiqarib o'tish uchun bosim ishlatmoqda. Sky xabarlarining tekshirishiga qaraganda, Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari chet eldagi qora bekatlarda so'roqlash olib borgan. Xitoy soqchilari chet ellarda irqiy qirg'inchilikdan kelib chiqqan Uyg'urlarning salohiyatini aniqlash harakati olib borgan bo'lib, Uyg'urlarning ba'zilari josuslik qilishga majburlangan, ba'zilari 3-davlatda tutib turilgan va yo'qolib ketgan. 7 nafar kishi bilan olib berilgan suhbatda Xitoyning bostirish harakatini Sharq Turkistonda emas, balki chet ellarda ham olib berayotganligi ma'lum bo'lgan. Saudiya Arabistoni va Arab Birlashma Xalifaligi Xitoyning Uyg'urlarni ovlashidagi dunyodagi eng yaxshi joyga aylangan. Xitoy bexatarlik qismlari 2009-yili Urumchidan ayrilib Gollandiyaga o'rnashgan. Ayni vaqtda Xitoy Kommunistik partiya komitetida ishlagan Jasur burunchidan burunqi ayoli haqida josuslik qilishni talab qilgan. Uning burunqi ayolida Sharq Turkistonning Qashqardagi jazo lageriga qamalgan 800 nafardan ortiq kishining arxivi bor ekan. 2019-yili 8-oyda uning Sharq Turkistondan kelgan koni do'sti Dubayda ko'rishib, muhim bir ish bilan maslahatlashganligini aytgan. U Dubayga berishdan ilgari burunqi ayolining uyiga berib, bolalarini ko'rgach ahvolni aytgan. Burunqi ayolining uyiga kelganligidan ishbiyonlar xabar topgan. Dubayga borgandan keyin hamkorlashib ishlash taklifini berib, buningga qo'shilsa jafo tortmay yashaydiganligini aytgan va bir USB ochqichini bergan. Bu USB ochqichi orqali Dubay bexatarlik tekshirishdan o'tkazib bo'ladigan va ya bo'lmaydiganligini so'raganda hech qanday masala chiqmaydiganligini, Dubaydagi tekshiruvchi xodimlarning buningga ko'nik ekanligini aytgan. Jasur USB ochqichini Gollandiya bexatarlik mulozimatiga topshirib bergan. Xitoy xodimlarining bir necha qitimliq telefoniga pisand qilmagan. Keyin bir telefonni qabul qilganda onasining kasal ekanligini, o'zlari bilan hamkorlashsa ko'rishtirib qo'ydiganligini aytgan. 2019-yili Hong Kong namoyishchilarini qo'llaydiganligini bildirgan Wang familiyalik bir yosh Xitoy oldi bilan Dubay soqchixonasida, ondan tutib turish o'rnida, ondan butunlay boshqa bir joyda qamalgan. U bu yerga qamalgan bir Uyg'ur qizining vaqirganini anglagan. U Amerika faoliyatchilarining aralashishi natijasida bu yerdan qutulib chiqqan. Arab Birlashma Xalifaligi Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga imzo qo'ygan eng kuchli savdo sheriklaridan biri. Turkiyada o'ltiraqlashgan Nigara Yusufning yo'ldoshi Husayn Turkiyada tutqun qilinib qamalgan. Xitoy soqchisi uningga Uyg'urlarga ko'z quloq bo'lish taklifini bergan. Husayn Arab Birlashma Xalifaligidan Yevropaga ketishni planlab, Turkiyadan Arab Birlashma Xalifaligiga qaytarib berishni talab qilgan. Amannisaning yo'ldoshi Ahmad Dubayda Interpol tarafidan tutqun qilingan. Turkiya Arab Birlashma Xalifaligi va Interpol Sama xabarlarining savollariga javob bermagan. Arab dunyosidagi kam deganda 6 davlat, ya'ni Misr,
Marrakesh, Qatar, Saudiya Arabistoni, Suriya va Arab Birlashma Xalifaligi Xitoyning davlat halqagan bostirish harakatiga qatnashgan. Sonliq ma'lumotlarga asoslanganda 292 nafar Uyg'ur Arab dunyosidagi davlatlardan Xitoyga surgun qilingan yoki g'oyib bo'lgan. Yahoo xabarlarining 7 fevraldagi xabariga qaraganda, Xitoy Olimpik musobaqasining ochilish marosimida mash'alni yiqish uchun Uyg'ur qarta elish mahiri Dilnigar Ilhamjanni tanlagan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Linda Thomas Greenfield yakshanba kuni CNNning muxbiriga 2022 yillik qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasining Olimpik ochilish marosimida Xitoyning Uyg'ur tanarkatchisini mash'alchi qilib tanlashidagi maqsadi kishilarning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligiga qarata diqqatini chechish. Biz bu yerda irqiy qirg'inchilikning yuz berayotganligini bilamiz. Xitoy Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini yolg'onga chiqara olmaydi yoki Amerikaning kishilik huquq dafsanchiligiga tutgan prinsipini o'zgartira olmaydi. Tanarkachilar va tomoshabinlar buning hech nimani o'zgartira olmaydiganligini bilish kerak. Bu Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning zulmga uchrashidan iborat asli masaladan bizni uzoqlashtirish uchun ko'rsatgan tirishchanligidir. Biz buni oldingi va markaziy o'ringa qo'yishimiz kerak dedi. Bir kun chorasiz qolgan vaqtingizda hech kimdan chora kutmang. Chorani o'zingiz qiling. Umidsiz ahvol yo'q. Umidsiz inson bor. Men hech bir zaman umidsizlanmadim, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Va bu umidning birlikning natijasida g'oyat zo'r dushmanning ustidan g'olib keladi. Boshqalardan chora kutish irodasizlik, o'rinliq, jur'atsizlikning bishorati. Qo'ldan tamaqigan siri Alloh qalbidan uzoqlashtirdi. Allohga dal tavakkul qilish, ishonch, iroda, aqlga uyg'un o'zliksiz harakat, mushaqqatni yengish ro'yi bizni vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish nishonimizga ulashtirdi. Hurlik bizning aloyidligimiz bo'lgandala dushmanning o'ynagan o'yinlari va qurgan tuzoqlari natijaga erisha olmaydi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.